وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum qarindoshlar. Biz bugun hadis ko'rsatmalar darsimizning 76-darsini o'qiymiz. Darsimizning mavzusi tunji hisob qilinadigan ummat degan haqda bo'ldi. Bu vaqtda biz Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bir hadisini ko'rib o'tamiz. عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. يقال: أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday degan: Biz dunyoga kelishda ummatlarning eng oxiri, qiyomat kuni hisob qilinadigan kishilarning tunjisi, qiyomat kuni ummiy bo'lgan ummat va uning payg'ambari nada deyiladi. Biz nahnul axirun, biz dunyoga kelishda keyin kelgan, zaman jihatda keyin kelgan ummat, al-avvalun, amma fazilat jihatda, ajr jihatda ilgir bo'lgan, hisob qilinish jihatda hammadan burun hisob qilinib jannatga kirilgan bir ummat deb Payg'ambar islom tunji hisob qilingan ummatning ümmeti Muhammediye ekanligini bu hadisda bayon qiladi. Bu haqda yine shunga munosabatlik bo'lgan Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadis va yine shu İmam Buxoriy va İmam Muslim o'zining kitobida bayon qilgan yine muttafaqun alayhi bo'lgan hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu haqda bunday deydi: Nahnul axirun, biz dunyoga kelishda keyin kelgan bir millatmiz. Qiyomat kuni biz hammadan ilgir o'g'uchi. Lekin her ümmet bizden ilgir bizden kitabıga berildi. Yahudlar Tevrat'a, Nasaralar İncil'e berildi. Biz ulardan kim Kur'an-ı Kerim'e berildik. Mana bu gün, bu cuma günü Allah subhanahu wa ta'ala bizge bunu farz qilib bekitgan bir gün bulup Allah bizni bu günge yetekledi, hidayet kıldı. Kişiler bizge bu günde ergişidir. Yahudiler şembi gününü kattalaydı, Nasaralar yaşşembi gününü kattalaydı. Deb Peygamber İslam şunday degan. Yani Peygamber İslam bu hadis deydi ki bu günni Allah bizge şu farz qilib bekitdi. Yani Allah bizni mush kunga yetekledi. Kişiler bizge bu günde ergişidir degani, yani mush cuma kunni haqida kitob ahlining masalasi kelsak, cuma kunini Allah subhanahu wa ta'ala shu Yahud Nasaralarga muayyan qilib bekitib bergandan keyin ular bu kunda ixtiloflashgan. Bular bu cuma kunisini kattalashga buyurilgandan keyin ixtiloflashib cuma kunini tashlab qo'ygan. Ular o'zining qiyosiga borgan. Yahudilar shanba kunini kattalaydigan holat shakllantirgan. Yani Allah subhanahu wa ta'alaning kainat mahluqotni yaratishi bakavri shanba kunda bika bo'lgan. Shuni bizni shanba kunlikni alayda ulug'laymiz deb bunu shunda qilgan. Nasaralar bo'lsa yakshanba kunini kattalagan. Chunki mahluqotlarning yaratilishi yakshanba boshlangan, shu bu kunni kattalaymiz degan. Amma Allah subhanahu wa ta'ala yine biz ümmeti Muhammed yani muşu cuma gününü ulug'lash, cuma kundagi ibodatlarni yaxshi qilish, cuma kundagi alayı yetakligan deb Payg'ambar alayhisalom yana bu hadisda muşu ümmeti Muhammediyaninki yani dunyoga kelishda keyin kelgan bir millat bo'lsinmi, ummat bo'lsinmi,
qiyomat kuni hammaning oldida turadigan bir ummat ekanligini bu hadisda bayon qilgan. Endi bizning payg'ambarimiz Muhammadun sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlarning eng yaxshisi. Muhammadun sallallohu alayhi va sallamning ummati ummatlarning eng yaxshisi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambari Muhammadun sallallohu alayhi va sallamga va uning ummatiga islom ne'matidan iborat katta ne'matni in'om qilib bergan. Bu hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bizga Alloh subhanahu va taolo mushu ummatga oxiratda in'om qilgan in'omlarni bizga xabar berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu hadisda o'zining ummatining boshqa ummatlardan fazilatda, ba'zi fazilatlarda yuqori ekanligini bayon qilib berdi va bu ummatning shu boshqa ummatlardan farq bo'ladigan, boshqa ummatlardan alohida farqlanib turadigan nurg'un sifatlarini bu hadisda bizga payg'ambar alayhisalom bayon qilib bergan. Ummati Muhammadiya dunyoga kelishda ummatlarning eng oxiri. Chunki Muhammadun sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlarning eng oxirgisi. Muhammadun sallallohu alayhi va sallamdan keyin qat'iy payg'ambar kelmaydi. Ummati Muhammadiya qiyomat kuni hisob qilinadigan ummatning tunjisi. Lekin ummati Muhammadiya shu dunyo kirishda kim bo'lgan bo'lsa-mu, lekin fazilat jihatda, martaba jihatda qiyomat kuni boshqa ummatlardan, ya kitob ahli bo'lgan Yahud Nasoralardan iborat va undan boshqa ummatlardan fazilat jihatda, martaba jihatda yuqori turadi. Chunki ular boshqa ummatlar ummati Muhammadiyadan keyin hisob qilinadi, ummati Muhammadiyadan keyin jannatga kiradi. Ummati Muhammadiya hisob qilinadigan ummatning tunjisi. Ummati Muhammadiya sirat karutdan o'tadigan ummatning tunjisi. Ummati Muhammadiya jannatga kiradigan ummatning tunjisi. Alloh subhanahu va taoloning bu ummati Muhammadiyaga, Muhammad alayhisalom ummatiga, islom ummatiga Allohning ato qilgan fazilatlarining, ihsonlarining qatoridan bu ummatni dunyo qilishda ummatning oxiri qilganligi, martaba fazilat jihatda eng yuqorisi qilganligi. Garchi bu ummat dunyoga kelishda boshqa ummatlardan keyin bo'lsa-mu, lekin oxiratda ulardan ilgari turadi. Endi darsimizda xulosalaydigan bo'lsak, ya'ni bu hadisda islom ummatining Alloh dargohidagi martabasining naqadar katta yuqori ekanligi, islom ummatini Alloh subhanahu va taoloning naqadar hurmatlaganligi ve İslam ümmetinin tunji hisob qilinadigan ummat ekanligi mana bizning bugungi darsimizdan bu bayon qilinadi. Alloh subhanahu va taolo bizni shu islom ummatidan ayirib etmasin, shu islom ummatiga chin erishib ummatchilik ruhimizni mustahkam qilsin. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.